Assalomu alaykum. Shunisi kerak-da bizga bo'ydoqlar. Kayfiyat yaxshimi? Rahmat. Charchamasdan. Charchamayman. Nimani kutyapsiz aka? Butun ukalar nomidan siz akalarga murojaat qilmoqchiman-da. Yo yo'lni ochinglar, yo yo'ldan qochinglar. Bu yo'ldan qochamiz. Ya nima hali ham qochib yuribsiz? Yo'ldan qochamiz. Endi shu ana erga tegib ketdi degani endi bo'ldi-da. Yo'q. O'zing qachon uylanasan? Ha, necha yoshga chiqdingiz? 24 xudo xolasa. Yana yurmoqsiz. Bir bo'ydoqlikni gashtini suraylik. Bir tarafdan to'g'ri. Mana Qobil akamni qarang. Ikki xil davrda mana. Tiring mana, yonlarga tiring. Mana, azizlar. Mana, Qobil aka faqat qarang. Siz bilan ikkita intervyu qilamiz. Mana hozir bo'ydoqlar bilan mana uylanganlarni solishtiramiz. Qani kimda aniq plyus ko'proq? Oldinda pulni ko'p. Ko'rinish bo'yicha gaplashamiz hozir mana birinchisiga. Azizlar, o'zingizlar ovoz berasizlar mana. Mana Qobil akam yosh yigitdek turibdi hali. Yolg'onni xudoga kulmaylama to'g'risini aytayman. Va mana ketdi mana. Biz boshlaymiz. Misol uchun biz xohlagan qizimizga qara olamiz. Uylanganlar jim yuradi, ro'zg'orni qilib, qozonni ko'rib. Sizlarning nimada? Bizning uyimizda bola chaqa o'zi bor edi. Farzand o'zi bor edi. Shuni o'zi katta boylik. Siz farzandli bo'lsangiz, ismini nima qo'yasiz? O'ylantirib qo'ydingiz. Hech bu narsani o'ylamagan ekanman. Hech. Qani? Sumaya yoki Samiya, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Agar Armon bo'lgan sevgi ismini qo'ysak nima qo'yasiz? Ya, Armon bo'lgan sevgi, Bor. Sevgi. Bor. Maktabdagi birinchi muhabbat ismi nima edi? Bo'lgan. Biza faqat aka, o'zimizni o'qish sizni ko'zingiz gapirib turibdi-yu, siz maktabda o'qigan bola emassiz. Sinfdoshlaringiz ko'ryapti, yolg'onni xudo kechirsin. Lekin yoshlikda bo'lgan, ana beg'uborlikda. Yoshlikda mayli, bosh harfida deylik. Dilnoz. Yo'q, Dilnoz. D. Bo'pti, dildormi, dil Ishqim, D. ko'ryapti, nima gapingiz bor? Odam bunaqa to'piga tiqdashama balla. Xuddi hamma meni qarindoshim. Adam ham shu yerda ishlaylar. Aka ismingiz nima? Sarvar. Sarvar akamni bilmadim endi kelin topildimi yo'qmi, kenay xullas, to'ydan keyin ham ko'rsangiz. Mabodo qizinglarning ismi D dan boshlansa, bilavering bir gap bor deydi. Salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsa. Aman bo'ling.